haqida gaplashamiz. Bo'g'imlarga jismoniy harakat qilish qay darajada to'g'ri va noto'g'ri va qaysi holatda bo'g'imga nagruska berib bo'lmaydi. Ko'p insonlar bo'g'im og'riy boshlaganda jismoniy yuklamani, ya'ni yurishni yo'lga qo'yib olishadi. Ko'proq yursam shu bo'g'imlarim og'rimaydi, yaxshilanadi deydi. Bu avvalambor xato. Avvalambor bo'g'imni og'riq sababini aniqlab, uni og'rig'ini sababini aniqlagandan keyin davolaganingizdan keyin bo'g'imlarga nagruska berib, qon aylanishini yaxshilovchi mashqlar qilishingiz to'g'ri bo'ladi. Kasallangan bo'g'imga nagruska berishsangiz, bu kasallik yana ham kuchayib ketishiga olib keladi va og'riq yana ham kuchli bo'ladi. Kasallikni yana ham og'irlashtirib qo'yishingiz mumkin. Albatta bo'g'imlarda og'riq bo'lyaptimi, tanangizda bir muammo bo'lyaptimi, mutaxassisdan maslahat oling. Ozgina vaqtingiz ketadi. O'sha maslahatni olib, bo'g'imlarga shifo topganingizdan keyin bemalol unga nagruska berib, o'sha mashg'ulotingizni o'tkazishingiz mumkin. Endi